Koreys tilida yozilgandek o'qilmaydigan so'zlar bor. Buni bilasizmi? Agar bilmoqchi bo'lsangiz, bizga like bosing va obuna bo'ling. Buni video davomida bilib olamiz. Siz ushbu so'zni qanday o'qiysiz? Ibnida? Ibnida? To'g'ri talaffuz imnida. Imnida. Nega bunday? Keling ko'rib chiqamiz. Agar koreys tilida B va N harfi yonma-yon kelsa, B harfi M ga aylanadi. Misol uchun, chek imnida, chek imnida, maqsimnida, maqsimnida, undong hamnida, undong hamnida. Mana endi siz ham koreys tilida B va N harfi yonma-yon kelsa, B harfi M ga aylanishini bilib oldingiz. Ma'lumotimiz foydali bo'ldi degan umiddamiz.